Assalomu alaykum sizlar bilan Sardor. Meni ukam va Muhammad Umar bilan ukam. Nima deysiz, odamlar fonogrammaligini bilarmikan? Bilmaydi. Birga bir xotdi. Bize cho'lda yashash uchun Orol dengiziga yetib keldik o'rtoqlar. Ko'rib turgan joyinglarni mana shu qismiga palatkani qilamiz, mana shu qismiga oshxonani qilamiz, mana bu tarafga hojatxona va bu tarafiga dushovoy kabina qilamiz. Agar o'xshata olsak, suvni ko'rib olsalar, uje bosh og'riyapti. Agar bugun ulguradigan bo'lsak, okey, hamma narsani yasab, bitta post joylashtiraylik, patpislikni ko'rib baho berishsin. Zo'r. Bundan tashqari, menga kelishimda ham puntodan bola sovg'a beruvdi. Rolex soat. 3 milliondan oshib turadi. Patpislikni sovg'a qilmoqchiman. Gap yo'q. Kommentariyaga fikr bildiringlar. Eng ko'p like yig'gan kommentariya egasiga Shu uyga bir tandir qurish kerak edi. Tandir nima bo'libdi? Tualetga yo'l o'rganki bizni. Ekan, aka ustal berisini topdingiz. Bo'ldi, o'tiringlar davom et. Mana men boraman. Sen borasan. Ular mana shu tandirni sherigidagi o'rnatish kerak. Bo'ldi, quramiz. O'zbekcha quraylikmi, yevropoyskiy quraylikmi? Yevropoyskiy zo'r bo'lsa kerak. Yevropoyskiy zo'r chiqadi, Nesvanga qurganmiz. Zo'r ko'zim. Ishtaka keldi uyga. Sherigim bolajonda qizchaysizmi? Ha, qizim. Qo'y. Qo'lingdagi tashlab bola yig'layapti. Mana. Bolg'ani tashlab bola yig'layapti deyapman. Qizim. Patpanak, bolani tashlading, bolg'an emas. O'zi aytdingki, bolani tashlab bolga qo'rqyapti deding. O'zi endi bola katta bo'ladi-da, shunday yiqilib. Mana usta. Miyangni qattiq. Nima u? Xom g'ishop kepsan, qisadi, pishgan g'ishopga. Necha yil guzsalarimiz uka? Pishgan g'ishmi hozir? Ustani bo'lisini kuttiryaptilar bu kanti. Qayerda qoldi bu ha endi? Nima qilyapsan, Saldrik? G'isht pishiryapti. Ey, san mani dardim. Sana deb 100 yilga qaradim. Shashlikmi bu senga pishirasan? Hali zo'r bo'lib ketsam o'zimizdan tortib yuraman. Lekin